Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yigit va qizlarni to'ydan oldingi tibbiy tekshiruvi, ya'ni UZI tekshiruvidan o'tish shu haqida gaplashamiz. Birinchi kelinlarimizdan boshlasak, ko'pincha to'ydan oldin bilamizki, ko'pchilik qizlarimiz UZIga tushishmaydi yoki tushishdan bosh tortishadi. Vaholanki biz tajribamiz davomida to'ydan oldin tekshirtirgan qizlarda juda ko'plab yashirin kechgan kasalliklar, ya'ni bachadon nuqsonlari, tuxumdon kistalarini aniqlaymiz va bu ko'p hollarda davolasa bo'ladi, ya'ni to'ydan keyin muammo keltirib chiqarmaydi. Aksariyat qizlarimiz bo'lsa, ko'p shu sababdan jiddiy kasalliklardan to'ydan keyin ajralish, ko'p tushunmovchiliklar, janjallar kelib chiqadi. Buning hammasi vaqtida tekshirib tashxis qo'yilmagan, vaqtida oldini olmagan. Bu hammasi shu to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan, ya'ni UZI tekshiruvdan o'tmaganlikdan dalolat beradi. Hozirgi kunda qizlar orasida juda ko'plab bachadon nuqsonlarini biz aniqlaymiz, ya'ni bachadon kichkinalishi. Agar bu tashxisni to'ydan keyin aniqlasa, bu juda ko'p bilamizki vaqt talab qiladi, mablag' tomonidan ham juda uzoq muddat davo talab qilinadigan kasallik hisoblanadi. Agar biz to'ydan oldin shuni aniqlab tashxis qo'ysak, ancha oilalardagi kelishmovchiliklarni, ajralishlarni oldini olgan bo'lamiz. To'ydan oldin qiz ayollarimizga UZI tekshiruvi, qorin bo'shlig'i UZIlari, siydik ajratish tizimi sistemasi a'zolari UZIsi va kichik chanoq sohasi a'zosi, ya'ni bachadon va tuxumdonlar UZIsini tekshirishni maslahat bergan bo'lardim. Masalan, yaqindagina bir qaynona kelin UZI tekshiruviga qabulimga keldi. To'ylariga 6 oy bo'lgan va tabiiyki hamma o'zbek oilalarida farzand homilador bo'lishi kutishgan. Tekshirganda birga kirdi qaynonasi va ko'rganimizda bu qizimizda, kelinchagimizda bachadonda kichkinalash, ya'ni bachadon gipoplaziyasi tashxisi qo'yildi va qaynonasi buni bilmagan va juda katta hatto janjal qilib kelinini urishib ham berdi. Chunki bu qizimiz to'ydan oldin hech qanday UZI tekshiruviga tushmagan, bilmagan. Albatta buni davosi bor, faqat ko'p muddat vaqt ketadi va ko'p mablag' sarf qilinadi. Shuni oldini olish maqsadida albatta to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan va UZI tekshiruvidan o'tishingizni maslahat beraman. Bu mavzudan xulosamiz shuki, to'ydan oldin yoshlarimiz tibbiy tekshiruvga jiddiy qarab, hamma tekshiruvlarini vaqtida o'tishni tavsiya qilaman, maslahat beraman, chunki kelajak uchun ham sog'lom farzand ko'rish uchun ham bu juda katta ahamiyatga ega. O'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.